bo'ldi. Yo'q. Umuman hali bir yerga tegish niyat umuman yo'q edi to'g'risi. Shu bolaning qiz topilmayapti, ishonmang. Nima o qiz topilmayapti-da. Oldin bilinib qoldi shunda. Lekin shu zamonaviy odamlar lekin shuni aytadi. Siz nima girasiz, nima olishasiz? Masalan, nasga olishdan? Centram yo'qmi? Jentra. Bizda centram bor. Siz ko'rib o'tirgan bo'lsang, nozlik edi. Xorazmni xarakterini sal jo'stkroq edi, boshqa nelar qaraganda, viloyatlarga qaraganda. Ozgina qo'polroq. Qo'polroq. Muzikalniy любой narsani instrumentingda chalaman. Yarash bilan qo'shiq aytasan. Ova, suv aytaman lekin. Shisha ichida turib buncha muqam qilasan. Qaranglar, qizlar. Nami dum boshqacha bugungi ringlarni ta'mi Nami dum boshqacha bugungi ringlarni ta'mi Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, bizlarni kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bugun sizlarni fayzli va barakatli xonadoningizda Nam Yuguring tok shousi bo'ldi. Mehmonni o'zing tanishtir. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mehmonimiz Jitcha Xorazm shevasida gapira olmaydilar, o'shaning uchun men perevod qilib o'tiraman. Toshkentga keladilar bu yoqkim. Bu yoqishimning ismlari aytayim. Ismigul, erkalatib Irina deymiz. Irina. Ilmi Irina. 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 Dizayner degangiz sohangiz menimcha. Более nima deydi, tvorчество dizaynga qaraganda. Assalomu alaykum hammaga. Gapirsam, naверное, tushunishsa kerak. Nima desa bo'ladi shu? Men qiladigan narsalar qo'l ishi, в основном dekorativniy podstavka, sham и terapiya o'tkazish. Sizlarni istoriyangizni ko'raman-da. Istoriyada endi bir kafeda natasiz-ku, ya'ni master klassni o'tasiz-ku. Ko'rib o'tiraman, bir boshqacha yuritadilar istoriya. Isemingiz bor o'xshadang? Yo'q, o'zim. Yo'q, o'zingizning ishingizmi? Ana zo'r. Shunday zo'r chiqadi-ku, я один раз сам ko'rsatdim. Kinoshniy kadrlar. Montajlar ham zo'r, qo'shiqlar ham zo'r. Ya o'tirishlar ham, masalan, shuni uzun ustlarda ikki tarafda qizlar o'tiradi. Ya аккуратныйdan такой mohitolar bir narsa olib, neobishniy. Ijodkorlar men shu o'zim istoriyalarimni, postlarimni o'zim montaj etaman, montaj etadi. Men o'zi muzika master klass, o'sha Oddiy qilib aytganda master klass. Вообще art-terapiya, art o'zinglar bilasizlar, terapiya u qanaqadir dam olish uchun. Yo'q, men o'zim chizmayman. Men oldimga kelgan qizlar o'tirib chizib, dam olib, menga в основном nima deydi, bolali onalar, ishdan charchagan, miyasi charchagan odamlar keladi to'g'risi. Dam olib, men u charchoqlarni chiqarib ketish uchun. Shunaqa master klass. O'zingizning ish qanaqa bir qator profil? O'zim официальный ishim торговый представитель firmada. Magazinlarga tovar tarqatib, firmada. Nima tovar? L'Oreal bilan Maybelline'lik. Alisaf shampun bilasizmi? Eshitganman, Shu shampun televizorlarda reklamasi. Sochim bo'yaman, siz kraskalar bor o'zimizda. Shu chiqib женский narsalar, parfümeriya. И qaysidir vaqtda где-то 2 yil bo'lib qoldi. Shu miyaga bir fikr kelib, o'zimning narsamni xohlab qoldim. Xo'j kichkina bo'lsa, nima deydi, собственный biznes bo'lsa deb. Asta-asta rivojlanardi. Как hobby deb ketdi bu. Sham qilganda. Bular sham hammasi. Sham. Sham ham mazoliksiz chiqarib ham turar ekan-da bu narsa. Menimcha shuningmi? Bu kursni qachondan boshlanasiz? O'zi ishingiz boshqa narsa. Sizga ham Dama boshlagandim birinchisi. Siz ikking donishsizlar-da. Men donishmasman-ku, men tushunmayman. Sizning yoningizga shogirdlaringizni shunday narsalar yasashni o'rgatasiz. Sham bo'yicha bir marta bo'ldi. Bularni o'zim prosta sotuvga qilaman. Mana odamlar olmoqchi bo'lsa, prosta sotuvdagi narsalar. Atak master klassda shu xuddi shunaqa tarakalarni chizishib, o'zlari bilan olib ketishadi konsert. Master klassingiz necha so'm? Har xil. Masalan, xuddi shu tarelkada mana bular kecha narxini aytganim. Oho, da berdingmi? Qimmat. Quloqim aytdi. Bir shunday ko'rishlari. Bir marta foydalansin. Bu endi odamni tinchlantirib, endi psixologiya ham ta'siri Yo'q, bo'ladi. endi qarang, bizda qizlarda qanday?
Haftada bir marta хотя bir joyga chiqish kerak, to'g'rimi? Тем более uni bolasi bo'lib, ishi bo'lsa-yu, uyda qaynota, qaynona уже miya charchab tamom bo'lgan odamlar ko'p bizada. Qizlar o'zi yozadi, qachon o'tiramiz. Просто shu o'tirish ham ular uchun qanaqadir dam olish. Men o'zim masalan ko'chaga chiqib bir magazinga borib aylansam, ishdan olmasam ham dam olaman. Sizlarda qanday masalan? Charchasanglar, kompyuterga borasizlarmi, komp o'ynagan yoki Basseyna boramiz. shu qizlarda shu o'tirib, nima deydi, любой narsa dam olishga kiradi menimcha. Yuringlashib Men o'tirib. o'zim ham bir nima chizsam, to'qisam ipdan bir Universal ham bilasiz. Da. Просто uy uchun miya dam oladi. Shuning uchun bu o'ylab topilgan narsa. Toshkentlarda, Samarqandda ko'p master-klasslar. Bizda yo'q edi. Men masalan o'zim yangi ko'chib kelgan vaqtim shu joyga boraman desam, chunki tanish yo'q menda Xorazmda hech qanday. Bunaqa joylar yo'q edi. Hozir уже ko'payib boshladi bir ikkita. A tak oldin yo'q edi. Xorazmga kelib keldingizmi? Da. Nechik Xorazm? Ko'p bo'ldimi? Jizzaxdan katta. 3 yil. 3 yil bo'ldi. Xorazmni yani xarakterini sal jo'stkroq deydi, yani boshqa nelar qaraganda, viloyatlarga qaraganda Ozgina qo'polroq. Qo'polroq. Menga nimasi yoqmaydi? Ko'chada ketayotgan vaqtingiz salom yo'q, iltimos yo'q. Telefonni berib tur, telefon qilib olay deydi-da. Shunday vaqtda na prinsip men yo'q deyman to'g'risi. Yosh bolalar ham. Yo'q, chujur odam. Bizda masalan to'xtaysiz. Salom alaykum, iltimos berib turing, telefon qilib olay desa bo'ladimi? Buyam aka, telefonni berma, urib olay deydi-da. Shunday asabim buzilib ketadi. Bo'lmasa yoshi katta ayol bo'ladimi, erkak bo'ladi, yosh bolasi ham. Menga 2000 mi 3000 bering, pulimni yo'qotib qo'ydim, uyimga ketishim kerak. Nima deydi? Vejlivost yo'q bir ikki odamlarda. Hammada emas. Ko'pincha menga shunday to'g'ri keladi. Shevamiz nechga eshitiladsiz? Men ina qiziqaman-da. Hozir Xorazmda rep ham moda bo'lib turibdi, to'g'rimi? Xorazmni shevasini ko'p odam maqtab qo'shadi. Boshqa, misol uchun Toshkentlik odamlar bizning shevamiz nechga eshitiladi? Shu narsaga qiziqaman-da. O'zi shu kichkinalik vaqtimizda ko'p eshitardik Xorazmliklar gapirsa, men u vaqtda где-то shu 4-5-klassdagi vaqtim qo'pol tuyulardi menga. Qaysidir so'zlardan biz ham kulib, qanday gapirishadi bular deb o'ylardik. Bu yerga ko'chib kelganimdan keyin menga ko'proq ayol kishi gapirsa yoqadi. Qanaqadir nejniyroq ularda biram yoqadi menga lekin. Men tez o'rganib ketganman. Bizlar ham yoqadi. Xorazm shevasimi? Qiz bola gaplasa. Uzr opa. Turkcha o'xshab ketami rostmi? Bilmasam, turkcha ham bilmayman lekin. Turistskiy serial ko'rmaysizmi? Yo'q. Az Türkçe tutsan-ku, ko'p odam sunniy rostdan. Evvelki ishlayverishlarimiz ham, vayonlarimiz ham o'zbek tilini tanlash uchun birini bosing, keyin turkchani bir tilni tanlab qo'ying. Ko'p odam turkcha. Bilmasam, turkchani bilmaganim uchun bir. Keyin turkmanlar ham o'xshaydi menimcha. Turkmanlar ham boshqa biznikiga yaqin so'zlaydilar. Bir nima bor, значит. Xorazmning o'zini shevasidan qo'y tarix aralashib ketmayli kommentariyada. Yana so'kib tashladilar hozir. Sizlar hech savodsizlar, bilmaysizlarmi yo Turkiya yaxshi qo'ying. Hozir sizlar ko'rib turganlaringiz tayyorlanmagan suhbat bo'lib turibdi. Sizlar masalan o'sha narsa hozir qiziqadi-ku, sizlar tayyorlanib qo'yishlar, bunday qilinglar deyishlar mumkin. Men necha marta so'ragandim sizdan, nima haqida bo'ladi gap? Shunda gaplashamiz dedi, men eshitsam. Shunday saviyada gaplash, Kasakis bilan beda gaplashmaga gap qolmaydi. Hozir ham bitilgan yo'q-ku. Baribir sizlar ikking donish bo'lganingiz bir-biringizni yaxshi tushunib o'tirsizlar. Men baribir sizning ishingizda to'shni ham nuqta yo'l ko'rganini tushunmadim. O'zingiz aslan ular menga o'zi yozganda men вообще tushunmasdim. Kim men bilan gaplashyapti o'zi? Kim yozyapti menga? Siz Boburda bo'lgansiz. Yo'q, men kimligini даже bilmaganman ham. Oxirgi vaqtda уже qarasam siz ko'proq chiqyapsiz. Keyin bildim, значит, shu bola yozgan menga. Unga da bilmaganman men kimligini ham даже. Masalan, bizlar bir nima aytib qo'ying, millat ideya aytib o'tiramiz. Qarang, bularni masalan kim qiziqadi Marvelga? Men qiziqaman. Sizmi? Ideya bir masalan chizaman desangiz, birinchi qilib mana qalamda как eskizda ustiga chizib olishingiz mumkin. Чтобы bo'yagan vaqti osonroq bo'lishi uchun. Maktabda ham masalan nima deydi? Срисовывать o'zbekchasi qanday edi? Mana so'kmaylar o'zbekcha. Biz ruscha umuman Sen Toshkentda zo'rlab bostirib chizish deyiladimi qanday? Shunday qilib prosta eskiz qilib chizib olasiz. Nima chizmoqchi bo'lsangiz, uzun yozasan. Eng qiziqi chilaypokni chizishni bilaman.
Maktabda chizgan. qizil tsvetlar bor. Men maktab vaqtim kur. Sen nasıl çizeceksin? Doira bilan rubob chiz. Yolma chiqib ketgan. Oldan bilin qoldi shada. Yo'lim yoqim sat chizishim mumkin, Nozi. Men unda dumamozda jostki etmayim, biydam natib chizib qo'ying, to'g'rimi? Просто чтобы kraskada bo'yagan vaqti osonroq bo'lish uchun. Men topdim nomimni chizishni. Shu yosh vaqtimda 7-sinf odam prezident bo'lasan deyarlar, ammo her podkastda aytaman. Podkastda aytadi ishi gap. Yomon o'zini maqtay deydi. Yo'q, rasmdim 5 o'qiganman, shu vaqtda o'rganganman shunday chizishni. Men tim bo'li rassomchilikni, chizmachilikni o'rganib dars o'tadilar. Rassomsiz. Shu rasm daftari bor edi. Siz ham yosh vaqtingiz bo'lganmi? Bilodinglar, betringdati bosasiz. Yo'q, kichikka. Keyingi vaqtlar уже kichkinaroq chiqqandan keyin shunday. Somka bir dona rasm daftarichi qo'limda uni 4 mashinaning ustida beklab turgan kapchikni o'liqilni olib yurgan millat. Men rasm chizishni uncha yaxshi bilmayman, shuncha alashtirmaysiz. Nima uni bilasan? Sen biladigan vajingni ayt. To'g'ri, Ishni bilaman-da. Musikalniy любой narsang instrumenting bor, chalaman. Yarash bilan qo'shiq aytasan. Ova. Ha? So'ra aytaman lekin. Repni o'zi avvalda yomon ko'rardim men. Odam bir narsani bilsa, osh fikra qo'shilasizmi? O'zi hamma narsani minatib, qiziqib, hamma narsada bu yetakchi bo'lishni xohlaydigan bolalar bo'ladi o'zi. Hamma narsaga qiziqadi odam, men bolalar, misol uchun men shu hech narsaga qiziqmayman, hech narsaga qiziqmayman, misol uchun. Nova qiziqman men. Nima qiziqasan sen? Hamma o'zi ish ishlaychi tutida bo'lasan. Hamma nima aytaman. Bir joyga borsak, yaqinda bir bloger aytmam bo'lmaydi. Shunday gap turibdi, kengla sizlar biz endi birimiz orqanada, men studiyada bolalarning bir yerdamizdan keyin gap turibdidan bir narsa berzakmish, shuni ochilsin dedi. Taklifnoma berzakdan. O'zi xo'rliqim gapiradi-da. Keyin o'tiribman, Bobur chaqirdi keyin. Boraman boy, "Amman ganglar bor" dedi. Keyin shunday gap turdik, o'sha rangni olibmiz, shu tumalak bo'libmiz, endi syomka etsak, tayyorlabmiz-da biz. Shunday kamerani ko'tardidan o'rtada Bobur turadi. Esa Bobur asosida ko'rishamiz dedi. Tushundingizmi? Kurma taklifnoma berdi-da. Hammamiz inglab turib Boburning o'zini taklifnoma berdi-da. Sen, shuning uchun nima kerak-da? O'sish kerak. O'zi bir blogerlarda bor ekan shunday narsa. Nima deydi? Men blogerman, o'zini nima deydi? Как царь бог tutadiganlar ko'p. Oq qalamimiz yo'qmi sizda? Yo'q, yo'q ekan. Jo'ra ko'rdingmi? Ideamni hali takomillashtiradigan instrumentlar yo'q. Oq kraska bordan qalam yo'q. Ana. Ko'rdingmi Jo'ra? Bu mukammal ustida chizaman desangiz gipsda. Hozir endi qarab bilaman men shuni. O'sha nozik sanatimni ko'rasizlar. O'zi shunday kepli narsalarni men yaxshi chizaman bularga qaraganda. Bular uni pala parchatadan. O'zi Xorazmda blogerlarni ko'rasizmi? Boshqa Begini taniyman. Bilaman, что xorazmlik bloger. Keyin Mavlonova. Даже bir-ikki marta reklamoqchi bo'lgandim. Sizlar tak bilmasam men. Eng zo'ri kim desa? Sizlarmas ko'p biza. Sizlar aytman. Ha, fotoğraf şarkılar. Akşamlar hech narsa yemadik. Normalde ben ki indi ya çeyil bo'ldi chizmam, lekin avval chilik bo'lib turasizlar, zo'r chizaman. Daftarlarim, tiylarini. Bellanmay qara, setda sopsam. Yani bana onun bu keçi kerak, tamam mı? Menatib. Hava bo'lib Hiç sanat turuna bilmem ama menatib düşürüp olib bana yo'q deb bo'lib ketadi-ku. Uning sanat turi yo'q ya. Siz o'lmadinglar qani? 3 bo'g'inda. Qanday xohlasiz shunday chizing. Oiladan chekisizlar? Farzandlardan men o'zi eng kattasiman. Mendan keyin singlim ukam bor. Ular Jizzaxda shu. Shu turmushga chiqishda shu Toshkent, Xorazm, shu Jizzax baribir masofa bor-ku. O'sha narsalar sizlarda problema bo'lmaganmi turmushga chiqishlik vaqt? O'zi necha doshgan sizlarda? Xorazmlik ideya. Qiziqishni bo'lgan Xorazm baribir boshqa bir viloyat. O'zi bir shahardan bu shaharga ko'chib o'rganib qoldim to'g'risi. Chunki 10 yoshimda naverda Rossiyaga ketganman. Shu ketib 7 yilmi 8 yil yo'lda yashab pasport olgani keldim. 19-yilmida karantin bo'lgan vaqti. 20. Shu vaqti kelib pasport olganim karantin bo'lib qoldi, qolib ketganman O'zbekistonda. Vaqti shu Andijonda edim.
Ayamlar Jizzaxga ko'chib ketgan. U yoqqa ketib, ishga kirdim уже. Karantin bo'lib, yo'llar bekildi deb. Получается, shu xo'jayinim bilan bir ishda ishlaymiz ekan, bir kompaniyada, просто shaharlar boshqa. U Xorazmda, men Jizzaxda. Shu ishdan biz dam olishga ketganmiz. Misrga. Shu yerda keyin tanishgandik. A tak, uzoq shaharga turmushga chiqyapsan degan, bo'lgan gaplar, iloji yo'q. Sabab topilgan. Ha? Sabab topilgan shu vaqtimda. Qarshiliklar. Sevgi bo'lgandan keyin baribir bizlar ham endi hozir uylanadigan yoshdamizda. Uylanishimiz Uylanmagansiz ikkingiz. Yo'q, ikkimiz ham Uylanasimiz bor ekan. Nechinchisiz? 2002. Siz kim? İkimiz ham 2002. Kursdoshmiz ikkimiz ham. Kim yosh ko'rsanadi? Kim yosh ko'rsanadi deydi. O'g'illar orasida nima degan gap bu? Kim yosh, kim qo'shiradi desing kerak edi. Hozir eng yaqin turdi odam. Kim ikkimiz dedilar, men qarab güldüradi sen. Qarab. Yo'q, endi biz o'g'il bolalar yosh ko'rish nima holati? Sor rang bormi shunday? Sariq. Bu to'qroq ekan. Ishi bo'ladi lekin ishi. Ishi bo'g'ichrog'i lekin. Yo'q, endi to'qroq ko'raring. Umraqab chizsam bo'ladi ekan, kichkinab chizibman. To'ldirib chizsam bo'ladi. Ustiga endi marvel deb yozib qo'ying. 5 insonlar ham yashayapsizmi? Tutishim holat tutmasam. Korrupsiya egasi bor. Ozgina botiraman o'zim. Полностью bo'yaysizmi hozir buni? Bir Harflari bilan hamma yo'qmi? Shon tarafni bo'yman kur. Ekirastrim tinchlantiradi ekan. Inam uxlab qolsa kerak. Yo'q, agar harflarni bo'yamayman desangiz, ingichkaroq oling. Harflarni bo'yanmi? Kesishga bormi? Sen ham irisini yopishdingmi? Men ham o'sha o'g'ilsini yopishibman. Nafsimiz dim o'rninamiz ani. Qo'shiq aytishga qiziqasizmi? Yo'q. Umuman o'zi Uyda shu уборка vaqti aytmasam, atab yo'q. endi u по-любому qizlarni nausi. Men ukam qiziqaman. Biz o'zi akam qo'shiqchilar. Akam hofiz. Menga to'g'risi aytsam, uncha qo'shiqchilikdan yuqman. Men dumam yaxshi qo'shiq ayta olaman, uni tan olib aytish kerak. Lekin avval tan olmasadim, hozir tan olaman. Yaxshi qo'shiq aytdim, lekin ukam zo'r aytaradi, qiz ukam. Ja, plisoslar, bir narsalar yuvib yurgan vaqtim o'zim Ozoddan studiyada ishlayapman-da. Keyin o'sha vaqtda baribir muzikant bo'lgandan keyin eshitasan-ku, eshitib o'tiraveradi, cho't ketib qo'yadi. Doim pari bilaman, hamma qiz o'zi yaxshi aytadi-da, qo'shiqni zo'r aytadi. Men shuning tushunchaga egaman-da. Любой qiz qo'shiqni yaxshi aytadi. Dam bizning komandada pari qo'shiq aytgan vaqtda shu angsalaring tortishib, o'laslaring biladi. Gülsem karar şunan bir görülmedi. Ahır hiç kim bulunmedi. Yardım Sapargül. Bu tonunu topincha aytishga yetadi. Bir gün ovozini yozak bo'lib ko'rdim. Mikrofondan qo'shiq aytibdi. Mikrofon qochib o'tiradi. Mikrofonni o'zasi uzib biza boraveradi. Bu yerda boshqacha talant bor. Boshda men bu talantni ustonib ketib kelaman deb ketdim. Yo'q, qo'shiqchilikka unaqaga qiziqmaganman. Lekin qizlarni zo'r rostdan hammasi qo'shiq aytadi. Qizlar emas yaxshi qo'shiq aytadi. Historiya ko'rganlar yo tondan chiqmay aytadilar. Bir qizlarni ko'rsang. Bu ton degan narsani tushunasiz qay? Da. Nota. Nota. Nima, mana deb qo'linchi zamon ekan. Bobur repda endi eshitganmiz. Yo'q lekin. Bobur Nurmetov nom tanimisiz menimcha. Tanimisiz? Tanimadilar. Jo'rasi 17 iPhone berganmi? Shu. Bilaman. Aman boy. Men tanishdim kerak. İjodkor odam uchun tomog'i musibat shan yo'q tanimman dedi. Eng yomonasi shu bola Yo'q, to'g'risi blogerlarni qiziqib, ularga nima deydi, ko'radigan odatim yo'q-da, hech qanaqa. Video yoqqan vaqti ko'raman. Qaysidir videoingiz menga birinchi marta tushib qolgandi, esimda yo'q. Pare bilan ish qilib shu. Shunda ko'rganman, bilganman sizni. Dehqon marketda bir olgan videoingizni ko'rganman. Zal bo'yicha 2 marta zalga borib chiqqan do'stingmi, nima qanaqa detsangmi? Shu. Institutni bitirgansiz, qay? Yo'q. O'qimamiz. Siz nima ham baxtlisiz. Omonboy oliy ma'lumotli-na. Oliy
Urdudan bitirganman axay, xudoyim. Shu vaqtda Hayotimda xato etganman. Men shu vaqtda aytdim sana, o'qima jo'radan. Endi bu vaqtda men miyam bo'lmagan-la. O'qisam, Lekin baribir o'qib ham o'zini yo'lini topib ketganlar ko'p. eng yomoni shu bizning kursdoshlarim emas aytar edim. Men kursdoshlarim Ya sen qara, biz nada o'zi muzika yo'nalishida o'qib turib, muzika tashab ketadi-da. 70%, 80% odam shunday. Muzika yo'nalishida kursdoshlarim emas shunday darajada. O'zi ko'plar shunday o'qib diplom yotganlar qancha. Endi baribir ingliz tilida o'qigan, rus tilida o'qigan odamlarni baribir 60%, 70% kurs ochib boshqa aytib o'qituvchi bo'lib ketadi axir. Lekin bizani muzikada uning emas-da. Muzikada 80%, 90% odam yo'nalishni o'zgartiradi. Boshqa yo'nalish o'tadi. Men birisi shundan. Sen ikkinchi qarasdan bitirgan. Men kollejda endi majburlikdan zo'r yer bo'lsa kerak deb girgandim. G'iybatlashib, o'shanday vaziyatda o'tiradigan chiqanlaringiz ham bormi? Yo'q, to'g'risi. Nima deydi? Qizlarda bor-ku 10 ta 20 ta dugonalar deydi. Menda unaqa emas. Qizlar bilan Yezinisidan biri bo'ladi. Ko'p chiqishmayman ham. Bo'lgan shunday opit, что прям yaqin bo'lib, har bir dardingni aytib, ularga постоянно birga yurasan-da, oxiri Aeroport ketadi. Yo'q, Urushib ketasizlar. Yo'q. Ishkali chiqadi bir. Shuning uchun bilmasam, qizlar bilan menda uncha bo'lmaydi. Yaqin nima deydi, bir narsa bo'lsa, telefon qilib gaplashib, uyga borgan vaqtim ham Jizzaxga borsam, kutib oladigan odamlar shu ikkitasi bor, u ham o'g'il bola. O'g'il bola zo'ralar. Da. Oldindan qizlar bilan men uncha ko'p yaxshi chiqolmayman, to'g'risi. Qizlar zo'r ekan, lekin bu. Agar sizlar ham shunday narsalarni men azatib o'tiribman. Ko'p pul rasm chizmoqni azatib o'tiribman. Bolalar kelmoqchi bo'ladi-da, uyalishadi, qizlarning ichida nima qilaman deb. Biza uyalamiz. Biz o'ylashimiz kerak, era borman, uning uchiniklaringiz ham bormi? Bormaganlar ko'p. Shu bolalarning qiz topilmayapti, ishonmang. No'g'day, qiz topilmayapti-da, qidirmayapmiz-da. Qanaqa kriteriyalar? Men kamchilikim bormi? Shunchalik nomzod ko'z tutmam-ku. Xolam edi. Shuni tutmisiz? Telefon ishlatib ko'rmayman, men hayotni shu jahonga chiqib shuni ko'zi bilan hech narsani ko'rmagan kizakka tutmam, bu hech narsani ko'rmagan dedi. Keyin zo'r hamma narsaga tushunadi, даже sun'iy intellektlar ham tushunadi, u kizaklar ham yo'q dedi, budim ko'p biladi ekan. Ot xolkamda mochku ishlaysan. Yo mochku ishlaysan, hozir qo'y. Nechun deysan xaraktering? Necha kizakka ko'rsatding-a? 3. Kim? Aytingmi odini? Odamlarni aytib qo'yib beramiz. Birinchisi birgina, Keyin yo'q, ko'rdingiz, birdan akasini. Ya. 5 oydan men bir qiz dikishtirib o'tiribdi, ishini ol. Men hayotim karam bo'lgan. Oy, to'ydagi videosini gösterdim sonrasmi? Bu qiz ham bayda keyin muborak dedim uni. Keyin hozirgi nomzod lekin короче hozir bir nomzod ko'z tutmam bunga. Zo'r qiz. Endi oilasi ham yaxshi deb o'ylab tutmam. Ko'rmayman lekin, da. Ko'rish kerak, qiziqmi? Men o'zi o'g'il bola uncha qiziqmadim. Boburda bilishim. Nima deydi? O'zi chiqib qoladi oldingizdan. Yo'q. Qizlardan bo'lammi shunday? Sen ham xohlamaydi hech kimni. Umuman hali bir yerga tegish niyat umuman yo'q edi, to'g'risi. Birdaniga bo'lib ketdi. Yo bola zo'r oldindan chiqib qoldi. Shart o'ylanding. Bizda ya hozir ochib o'tiradi uni emasdan. Mana ish bo'lib turibdi. Borib, o'sha ko'rishib gaplashish kerak. Qiz topilib turibdi. Chilik bu o'rtasida bo'ldi. Keyin borib, o'sha ko'rishish kerak, gaplashish kerak. Xo'p, yaxshi deb turibman, ko'rishib gaplashamiz deb turibman. Keyin borgandan keyin, ya qiz bilan nima bo'lib turibdi-da? Men karidadan birisi tuning keyin men shuni dedim-da. Uylanaman deb turibman-da, sen uylanaman deb turibman. Men sizga yana boraolaman deb. Nechun desa, siz bu endi dumjonli o'qimishli, magistratura, doktorantura, onachak bo'lib yurgan qiz ekan-da. Men sizga boraman deb turibdi. Nechun desam, siz dedi, hech narsani bilmaysiz dedi. Bilimingiz yo'q sizda dedi menga aytadi. Keyin og'a yana ko'ringni qara. Kitob qani? Oyda unda kitob turibdi. Keyin yo'q dedim, shuni men zato meni yaxshi pul topaman, yaxshi hayot. Pul hech narsani qalatmaydi. Men siz bilan fikr almashishim kerak deb tutdi-da. Fikr ham amalab almashlaymiz aytdim. Nima aytamiz debdi.
Короче, yo'q deb turibdi ish. Keyin negadir bibliotekaga girdi, kitob olib chiqdi. 3-chi kitob ana unda o'tiribdi. Oddiy yomon Shunda ko'rmishlar dedi, kitobni. Boshimdan oxirini o'qib chiqsangiz dedi. Keyin o'ylab ko'raman debdi-da. Tushundingizmi? Yo'q, qarang-da, eng qizig'i keldimki, chirashdan kelib oyda o'tiribman. Va divon turadi, oshida o'tirib, umrimda shu yaqin bir 10 yillik ichida kitob o'qimaganman-da. Turdim, kitob o'qiyolmaydim shu kitobni. Shuni ochdim, boshladim. Bir narsa hayotiy ijodi palonchi yillarda tug'ilgan yerim bir narsa demak shu o'zi limit borku shu 4 yil limitdan o'tib turibman. Bosh sarkalama yurganning bo'ldidan o'sha oranda o'qim kelib yanglashtirdim. Bilmadim chala o'qimoqsiz bo'lsam bo'lar edi bizlar dedimki. Gulligulingga tushib ketish kerak ekan deyman. Shuncha. Qurigandan keyin bo'yasiz bo'ladi. Tushunamiz. Hozir bo'lmasa qashqarib ketadi. Ishqilib Boburroq shuni ham qiz saylab turdi. To'g'riroq uylanadigan chiqadi bir vaqt. Uylanmayman desangiz ham bo'lib ketadi keyin. Yo'q, Boburani chiqish kerak deymi? Chiqish kerak. Boburda o'qimagan. Yo'q, hozir. Hamma o'zini bilsam, bilaman deb turadi, kam gap. Ko'p narsani tushunmaydi, hamma o'zi aqlli ko'tarmaydi. Keyin Alloh xususiyatlar Yo'q, biz endi menimcha biz hozir o'zlarimiz shuningizku, mana shuni qiz kerak, buni qiz kerak. Lekin yana shu yo'q qazanish bo'lsam baribir yoqdimi bo'ldi. Противоположный bo'lishi ham mumkin. Shunda endi bo'lsa. Emas, yo'q turgani bor, rejalashtirib bilganmiz ikkimiz. Axir u Do'st talpinish kelishdi. ham yo'q, senda. Yo'q, talpinish bor, axir Qiziqish deyman uni. Talpinish deb xato aytdim lekin hozir. yo'q, qiziqishdan emas gap, jo'ra, prosta nima deydi, duh kerak-da, menda duh yo'q-da, bor bu kelishib tashlamaga yo'q-da ho'kiz. Esicha ko'rib o'tirgan bo'lsang, nozni qo'y. Odam aytib. Hozir blogerchilikdan tashqari hech qanday sport turi, boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz, lekin do konsa shu uylanishni qidiribmiz. Hamma ishda yaroqli, ishonasizmi? Hamma narsa. To'y hopiz ham gaplashamiz. Aytishadi vaqt soati bilan deb. Ha. Shu tringa kamdan deydi. Ne deydi? Sen ham o'g'il bolag'anda yursan ekan, 7-klassdan bari kallasini aylantirib yurgan qizlaring yo'qmi dedi. O'tirib ikki hisob kitob etdim, nishatdim men shu yoshga kirib. Xo'p ishladim. Xo'p ijod etdim. Xo'p pul topdim. Hozir ko'pchilik donaydi, xo'p, no. Lekin bir tinglar mesela Masalan, o'zbek emas, o'rismi, tatarmi, boshqa millatdan qizlar yoqib qolsa-chi. Men shuni o'ylanib turgan narsam, endi hozircha uni yoqqani yo'q-ku, lekin yoqib qolsa, misol uchun Uydagilar lekin yo'q demaydi. Uydagilar yo'q dedi, gaplashsa bo'ladi. Dumam endi Yevropaskiy oila bo'lmasa. Endi dum yo narsa dini boshqa bo'lmasa. Yo'q, u endi mayli. Qaranglar qizlar. Men yerdaman. Hozir bir arenda olib, studiya ochmoqchi. Bu arendani narxlari вообще birisi $500 deydi, birisi $600. Standart shunday narxda chiqib turibdi. O'zingizcha zo'pqa topasiz. Ishi narsa orqasidan, o'zingizni ishingiz emas. To'g'risi, meni eng yomon ko'rgan savolim shu. Pul topish haqida. Da, men birovga bunday savolni bermayman ham. Nima deydi? Noqulay. Yo, misol uchun odamlar shunday bizani hozir ko'rib o'tirgan. Bir kishi uchun где-то в среднем 200 ming. Bir kelganda 8 ta 10 ta qiz keladi menga. Oyda masalan o'tkazsam maksimum 3 marta o'tkazarman. Yo'q, o'zi qarang. Расходы bilan. Misol uchun shu master class. Uni tashqari o'zingiz pod zakaz ham ishlaysiz. Pod zakaz deb aytiladi ruschada Pod to'g'ri zakaz ham endi stabilnamasda. Boshqa bizneslar bor. Ya tushuntirman, prosta o'sha hobbilikini bilib turibman. Prosta o'zi bizani hozir aytib o'tirgan ishimizni ko'rib, misol uchun ko'rib o'tirgan auditoriya shu narsaga qiziqib qolishi mumkin. Keyin kallasida savol tug'iladi-ku, men shuni ishlatsam, cho'son pul topib bilaman ekan, amallab yashab bo'laman ekan. degan savol uchun cho'son pul topsa bo'ladimi, mana shu yo'nalish bo'yicha.
kasb etsalar, ha? Nima deydi, bor vaqtini shunga faqat vnimaniyani shunga qaratib, faqat shu bilan shug'ullansa, Ava. topsa bo'ladi oyiga. 10 million, 5 million. Bir 5-6 chiqsa kerak. 5-6 mingmi? Million. Ha, 5-6 million. Mingni gapirmang. Gapgan polni asib o'tiribdilar sekretlar. Qizlarni rasxotiga yetadi lekin oyiga. Lekin sizlarning rasxotlaringizdan ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Nada, master-klasslaringizni istoriyalarini ko'p ko'rdim-ku men. O'sha vaqtda rostdan ham master-klasslarni boshqacha ko'ramiz-ku, endi biz masalan bir yerga borsak, shu o'qish kerak bo'lsa, o'qish, daftar, ruchka turadi. Bularnikini boshqacha meva sorti, suv sorti, boshqa narsalar, O'g'il bola bilan men shu yaqin ishi oraliqda dim e'tibor berdim. Misol uchun erkak kishi bilan ayol kishini farqi ham shu o'rinda ekan. Tushunibmiz. Men dim e'tibor berdim. Opam bilan akamni ko'rdim, ko'chadagi odamlarni ko'rdim, jo'ralarim, uylangan jo'ralarim e'tibor berdim-da. Ayol kishi shunday misol uchun meva, cheva, bir narsa, bu narsalar pulni behuda ketib turibdi pul deb hisoblamaydi. Ayol kishi tushunibmiz. Bular o'sha narsa ilhom berib, nasriyasini kutib ayttirdi-ku, bu gaplashamiz, ketaveramiz dedi. Biz uchun bu narsa rasxot deb ko'rinadi, tushunibmiz. Именно men uchun. Bu narsa rasxot deb tuyuladi. Sen kerakmiydi-ku, behuda gul misol uchun sen gul. Meni qiz bola gul berishdi, просто shuning rasxot deb o'ylayman. Chunki gul so'lib qoladi. Rasxot emas. Vнимание. Yo'q, qizlar uchun boshqacha narsada bor. Yo'q. Misol uchun men uylansam, более творческийroq bo'ladi. Хоть o'zbekmi, amerikanetsmi, qirg'izmi, hamma joyda ayol kishi более творческийroq erkak kishiga qaraganda. Tворческийdan Nima deydi? Более нежныйroq, более эмоциональныйroq. Men o'zbekchasini to'g'risi hozir bilmayman nima deyiladi. yo'q, yana qarang. Misol uchun muhim e'tibor deb aytiladi, to'g'rimi? Постоянный. Muhim e'tibor. Shuni e'tibor berib turib, shu gulni pulini berib qo'yarsa bo'lmaymi? Nima deydi? Yo'q, gul endi boshqada. Gul alohida boshqacha e'tibor. Masalan, u gulni 1 million olasiz. Yo'q, 1 millionga olmang. Mana shu masalan shart emas. 1 million, 2 million endi yani korzinka 1100 ta rozadan bo'lgan yo'q. Просто buket. Endi ular rostdan bilgan qiz, tushungan qiz, bir dona gul bersang ham so'rab olmaydi. Bir dona gul boshqa qiz olib borsang, tasaganmi deydi. Bo'shingizda qo'y. Hamma qiz bir xil emas. Kimgadir gul umuman yoqmaydi. Mening bir tanishim bor, жалко gul uchun. Siz u so'liydi, tashlab yuborasiz uni keyin. Bunisiga жалко. Kimlargadir qanaydir qizda bor, yaxki igrukalar yaxshi ko'radi. Kimgadir просто pulini berib tursangiz bo'ldi. O'ziga kerakli narsasini oladi. No baribir siz o'zingizdan inisiativa chiqarib, просто tak gul berib, vнимание qilgan vaqtingiz ayol kishi uchun boshqacharoq tuyuladi-da, qandaydir. Uni tushuntirish iloji yo'q menimcha. Baxtli bo'ladi, короче. Da. Shu ishga bo'lgan shu narsalarga biz tushunib, kellamni qatirsak qo'yib ko'rganmi? Opam ham shunday. Bolam, gilakchamiz ham. Pulim bersan bir o'zingizga bir Ayol narsa kishini настроениясini ko'taradi gul любой vaqtda. Neyman degan ayolga ham gul yoqadi baribir. Oxirgi marta qachon gul berding opana? Bunga savol bermali. Qachon berding? Vijdonni qiynaydigan savol kerakmidi? Men gul beraman, zo'r aytibman-ku, mana shu lutchi. Sen opangga rasxotni жалко ko'rasanmi? Yo'q, rasxot emas. Просто gulni, pulini boshqa ishlarga ishlatsa bo'ladi deya. Novlar masalan, novlar bor. Piketib zo'rab rasmingiz. Yo'q, sog'al hozir Instagram ish yerine. Opamga gulni olib borib beraymi gul? Yo'q, shu vaqtda hozirgi vaqtda sen olib beraymi? Tunni tug'ilgan kunimda berdim gul. Tug'ilgan kuningda? O'tgan yil, 5-yanvar. 5-yanvarda berding, to'g'rimi? Shunda sendan yaxshi ekanman, zo'ra. Sen qachon berding? Jonli pul qachon ishladimmi? Avgustda pikana chiqadi. Rostdan ham umrimda dim katta pulni avgustda o'shaman. Shunday keldi, shunday ketdi. Tuttirdi endi bo'ldi-da. Lekin yaxshi pul var. Bilaversin. Olib beringmi, olib bering. Okatib bering. Ish qilib qizlarga rasxotni kamaytirish kerak. Rasxot kamaymaydi. Ko'paysa ko'payadi, kamaymadi lekin. Biz ham hayotda bu qizlarni shu har oy shuning necha so'm rasxot edasiz o'zingizga? Manda stabilni ketadigan rasxot bo'lsa, manikyur, pedikyur
Manikyurning narxi 250, pedikyur ham shu. Borib qolsam bir. Manikyurda yuzingizni bo'yaydi, pedikyur tirnoqingiz. Manikyur tirnoq, pedikyur oyoqda tirnoq. Ha. Voy voy. Qara, bu mesela oldu bu. Bize şu noskini Ya, razmeri boy keldi. Abi videoyu görganimizda ya ayol kishi uchun deydi, buni bir narsa kosmetika, pudra, tonalni, qo'lga suzadigan qolgan buni erkak kishi uchun narsa britanska. Vallahi rostdir. Dostum, tuning ben bir reels gördüm, elimden çıkıp kaldı. Bir xatoning deydi, tırnaqlarni yani eri o'sib ketganini to'g'rilaydigan doktor bor ekan. Uning bir doktori bor ekan-da. Men endi shu eri o'sdi, shuni olib tashlash kerak, jonim og'rirsam degan fikr bo'ladi-da menda. Ko'rib o'tiribman. Yangi odam aytibdi, noskini razmeri bo'ladi ekan. Men shunda bildim, hozir do'konga kirib o'zim olib ketar edim. Shunga oyoqni tutdim, ina 34 razmer ekan bu. O'ylab, 23 yoshga kirdim. Qanday unda noski olgan shu vaqtgacha? Men o'zim boladan ko'zim bilan bilaman. Bolalar uchun noski beringda, o'sha bolalarni erkak o'g'il bola. Sen ham shuni aytganmisan? Men shuni 33-razmer noski bering. Kirib, "Men boladan noski bormi?" degan. O ishi bo'ldi, bering deyman. Bizda shunday sen. Dam hayotimiz chetdan qaragan sayin bir yirtqishlashib qoldi. Yo'q, bizning hayotimiz biz uchun to'g'ri. Lekin o'sha zamonaviy odamlar lekin shuni aytadi. Siz nega girasiz yo'nalishga? Masalan, noski olishdan? Yo'q, o'zim bor. Noski shu ya bor turib noski o'z razmeridan qarab olasizmi? Olgan vaqt qaraysiz-ki baribir. Men masalan 39 razmer bo'lsa, Ana, 43-razmer olib ketsam. Yo'q, razmeri qaraydilar. Может, qizlar qarar jo'ra. Sen qiz bola emassan-ku, o'g'il bolasan. Men razmeri qarash kerakligini aytdim. Men qarayman. Voy, razmer. Men shu xodim noskida razmer bo'lakan deb e'tibor bergan ekanman. Kiyimni razmerini yaqinda bildim. Yelman sen. 2XL. Uni men topib berdim, ha. Sen 2XL bo'lasan, 2XL sen. Yel bu yeningda kiyib o'tirman. Hali bilmayman. Ana, har vaqt ham noski ketadi shunday. Prosta menda onday narsa yo'q-da. Ya, buni unda bering, mujzimasman lan. Ikki taramomush. Biramiki bo'lsa desam. Osonroq deyishadi. Bir joyga boraman desam, turdi, yuzini yuvdi, sochini taradi, ketdi, tayyor. Qizlarda unday emas. Rasm chizib, bunday podkastlarda rasm chizib gaplash kerak ekan, jo'ra. Zo'r ekan-a? Siz oqshom ko'rdingizmi qizlar chizgan rasmni? Ha, O'xshaydi, ko'rdim. masalan chizib qo'yishadi. Qizlar постоянно bir xil qizlar keladi o'xshaydi. Yo'q. Kelaman degani qayta-qayta kelaveradi, но в основном har xil doim. Qul qizlar. Kuru qiz zo'ra. Da. Bir ustani ikki Aytayapman, tarafini. bolalar kelmoqchi, lekin uyalishadi. Ular aytadi, bizlar uchun отдельно bir murskoy qamismi deb. Bizlar ham borsak bo'ladimi, если что? Deyman. Xohlasak. Qizlar ko'p ekan-da. Shunday. O'zi shu qiz tanlamaga borsak biz. Palankaz ishlatib bering. Yo'q, mupar desa hozir durtning rasmini chizishim kerak desa, hech narsani bilmaydi, u qizlar ham boraveramiz sen. Da. Siz bilmaydi bundan. Bilgan Men ketadi shunday. chizolmayman degan qizlar ham borib, shu rasmga qarab bir nimalar chizib. Lekin oqshomgacha bir qizni ko'rdim. Uni sham bor-ku, uni to'nki shami, qo'shrat yuraklarni chizib, uni qushlarni bir narsalarni chizib o'tiribdi ekan. Bu Oqshom ham necha bormi? Yo'q. Sen oqshom ko'rding. Oqshomki istoriyaga. Men videomda, da. O'tgan kun mashina bo'lgan. Shu yana bir savolim bor. Misol uchun men uylanaman-ku. Uylangandan keyin xotinimga ishlamaysan, uyda o'tirasan degani nechga ishtiradi o'zi xotin kishiga, qiz bolaga. Hammaga har xil. Men masalan, to'g'risi 14 yoshimda ishlab, shu vaqtgacha o'rganib ketganman, shu tomon uyda o'tira olmayman to'g'risi. To'yim bo'lishdan oldin ham men o'yladim, rosa to'yim bo'ladi hozir. Men umuman ishlamayman, erim boqadi meni. Men maza qilib uyda o'tiraman dedim, lekin bir oy maksimum zo'rg'a o'tirdim uyda. Men o'tira olmayman ekan. Tushunib yetdingiz shu. Da. Qanaqadir qizlar bor, lekin ular maza qilib o'tiradi. Eri pulini bersa, ular ishlamasa, uyda maza qilib o'tirsa. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Har kimni o'zini bog'lab tursang. Ishlashingiz pochcham qarshichilik etmayapmi? Yo'q. Pochcha. Bizlar pochcha bo'ladi-ku, yakkan bo'lgandan keyin. Pochcha bo'ladi. Yo'q. Biz Xorazm chevasidan olamiz. Biz, Men siz bilan tengman. Ikkimi siz? Da.
Nerede bir olmaydı bu. Patçamız da ulu значит, Patçada. doğru. Ulu. Yo, bizada o'zi bizani Shivada masalan, Pochcha bo'ladi. akangni Patça turmush bu. o'rtog'ini sen nima deysan? Patça demem ben. Amaki bo'ldimi? Al. Amaki u sizni dadangizni. Ekenge ağası. Ha, o amaki amaki. bo'ladi. Atak pochchami? Yo, endi bizani Shivada deb turamiz. Nima bo'ladi bizani Shivada? Patça boladı. Patça demeyen mi sen? Sen ekenge erinden ol diysen. Oldin aytaman. Toyur diysen. Yo'q, Kim diysen? Murat og'a deyman. Murat Ağa? Murat da uni adı. Murat emas, Murat. Da. Patça değil. Men pochcha deb deyman. Mana shu Xorazmga kelib, ko'p ismlarni birinchi marta eshityapman. Misal uchun. Xudoga shukr. Yok Xudaya şükür emas. Xudo şükür. Xudoga shukr deydi. Boshqa joylarda bunday ism yo'q-da. Xudoy nazar bosdilar. Yo'q. Bordir, men eshitmaganman. Keyin yana qanday ism bor? Masalan, Ismoil erkak kishining bor. ismini ayolga qo'yib qo'yishadi. U mayli, bor ism mayli. No, Kim? shukr. Ayol kishining ismini erkakga qo'yib qo'yishadi. Masalan, Kim? xursand, men shuning bir odni bilaman. Erkaklar xursand deb ot qo'yadilar-ku. Bir qiz bolani xursand toy. Masalan, Da. men shunday odamni taniyman. Xursand toy. Nima deydi? Как будто xayoliga kelgan narsani ism qilib tashlashadimi? Shunday. Bizaniki masalan shu diri chiqsin deb diri boy deb ham qo'yib beradilar-ku. O'sha narsa bor lekin rostdan. Bilmasam, ko'p ismlarni eshitgandim, shu to'g'ri. Yaxshi borkasin deb yaxshi o'ylab qo'yib beradilar ko'rsak. Buni qo'lini chizasizmi? Endi fon qilib tashlaysizmi bu yog'ini? Ha, Baholaysizmi keyin bizan? yo'q ay. Baholaysizmi? Bolsa başına çizecek mi sen? Nima deydi anu? Победила дружба deydi-yu. Ashu ruschanni tushundim. Eng katta xatomiz shu. Sen Rossiyada ishlayotgan sen Tujo'q. Yo, Van tarafda boshqacha tilda kelmayman. Vanda qayta deydi, kinoda o'tirma, o'zbekcha tilingda gapiravering. Reyslardan tushunib olaman deydi. Men Şöyle sen yittirak boya bermen. Sonra ya ne Matios sen küçük patron ben resim bakan vakti. yo'q. Sonra evvel ben resim düzüşe kızıkaradım. Telefonda özüm resme düşeredim. Özüm resimlerimi düzeredim oturup. Ama şu vakti şu Pinterest'te ben resim düzeden programma da boylanmam onu başta. Resim düzse boladı okşaydı da boylanma. Keyin karasan ne ekan? Rostdan rasmlar zo'r tuzaradi lekin bu. Oppoq fonda tushiradigan bir she'r, bir narsalarni chiqarib qo'yadi. Qora tufoqdan yozilgan. Birava düzüp vermese bile. Samsung 360 degan telefoni bor edi. Bu yerga girzak vaqti Instagramga giradi. Chiqib Ya ketsak vaqti. 62-72. Şu Samsung moda bulup aldık. Bir yıllar resmi. Dum trend'e çıkıp gittik Samsung. Samsung Star Plus 62-72 degan telefon var edi. Bilmasam. Aç telefon dum moda var. Hem de senin telefon edi. Aç telefonumda Samsung katarım. 2 kun bo'lib qoldi. Bir tanishim istoriyasiga qo'ydida Pitnaka to'yga ketyapti dedi. Rayonlardan Men bilasizmi o'sha yerimdan tashamiz. so'rayapman. Pitnaka to'y nima u? Men bilaman, sunnat to'y bor, qiz to'y bor, o'g'il to'y bor. Pitnaka to'y nima? Sizlarda nima pitnaka to'y. deyiladi pitnaka to'y? Men o'yladim, что qanaqadir to'yda nom. Marosim. He yok Da. bu bize U оказывается rayonni nomi. Ne? Pitnakam ullu joy bu. Qozoristonda. Pitnak. Ne cevap? Ne kulluyor? Bu. Uzandım zor oldu. Tuman. Shu maktabda nechik qiziq xotiralar bo'lgan sizda? Birov qiz bolalar bilan urushib ko'rganmisiz? Yo'q. Shu 23 yoshimga kirib birov bilan qo'lma-qo'l urushmaganman, to'g'risi. Unday narsaga men yo'qman. Даже o'tib ketyapman, bir joyda konflikt boshlandi, sразу menda boshlanadi. Ichimdan qanaqadir trevoga chiqib. Jolly Unday xafa narsaga bo'lmasdan men ketasiz. yo'qman. Xafa bo'lsam, yo'q, men zlopalnikman to'g'risi, наверное. Shu narsa esimda qoladi. Odamni kechirsam ham bir-birlarini esimda qoladi u. Göz isteğinde yaman görünüyor. Da. Iflos bo'lib qoladi. Baba shuninglar. Atak yo'q. Men ham shuningman, ha. Sen hemen şimdi. Shuningman men. Şu aş karakter, doğru karakter de var. O ben o köşe tutalım yandan çıkıyor. Buna ver gitme. Otur. Az yolma Az tutuyor. yandan bakayım biri az yandan düşmesin şimdi. Yok iyi çizecek ben. O'zing dunyoga girib ketding ha sen. Yo, boshqa osmon. Dunyo qilsaqmi narsa. O'tirish paxotchasi. Biz ham o'zi namizda nami guringni ko'rib chiqdingiz qo'ying. Yoqdimi sizga shunday ya narsa muhit. Nima deydi?
tushungan odam tushunadi. Yaxshi. Endi ko'p odam ben opam akamam ko'p aytadi-da. Necha unutib olasizlar, akkuratniyroq borib, kostyum chorularini kiyib, galstuklarda bir narsalar sezlar bo'lmaymi? Bir yomoni yo, qo'rqinchlatib o'tirasizlar. Zato deyman, uni ya, komfortni xohlangiz, o'tirib qoling, gapingiz so'zlab azatib o'tirasan deyman. Kellanmi, men masalan uning gapi. Siz mana shu art terapiya bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Men to'g'risi, unga qaraganda menimcha bu udobniyroq deyman. Odamlar ham hamma narsa o'tsa nabrot yaxshi-ku. odamlar ham joy narsa qiziqda, masalan, shundan nima deb javob beringiz deya olmayman masalan. Men shuning uchun ham sana bon tarafni danıştırmadim, даже o'zim ham gaplashmadim. Chunki siz shuda to'g'ri shuda danışamiz, gaplashamiz. Shu ko'rsatuvdan oldin gaplashmaslik kerak ekanligini men Begi bilan birinchi marta podkast olganimizda bu podkast o'chib ketgan. YouTube kanalimni o'chirib berganlar-da, o'zi birinchi YouTube kanalimni. Podpischik ko'p edi. Shu vaqtda bilganman. Ko'rsatuv oldinmi? Ko'rsatuv o'shaning intervyu yo bo'lmasa suhbat podkast tushunmayapsiz men gap. Yo'q, tushundim. Tushuntirmisiz? Da. Podkast ozaytmasa, hech qachon podkast boshlanishidan oldin gaplashmaslik kerak ekan odamlar. Sabab? Biza nechik bo'ldi? Begi keldi, kameralarni taqimlangancha ko'chaga chiqdik, gaplashib turdik biza. Bir yarim soat 40 minutda. Osh 40 minut ichida hamma narsani gaplashib bo'ldik bizdan. Ya, bu yerga kelganda уже gap. Bu yerga keldik, yangi narsalarni boshdan gaplashibmiz. Vida eshitgan emotsiya yo'q bedaman dedi. Уже odatiy holda tuyulib turibdi. Shundan keyin, dedim, hozir ham bir bloger kelsa, yur uka gaplashalik, yuring so'rang aytadi. Kamera bo'lincha deydi, yo'q degan, gaplashmang, o'shada gaplashalik, ana gap bo'lsa deydi. Chiqib keyin gulguli gap bo'lib turibdi. Ko'rsatuvda ujim oranda gulib qo'yganman qafu gapi. Gulmay o'tiribman-da, bondaylar gulib yotibdi. Shunday bo'ldi-da shu vaqtda. Sizlarni o'zi temalarni tushunganman men, no boshida nomini tushunmadim men. Nima? Aytgansiz tushunmaydi hozir. Da. Nima degan masalan? Sizlarda nima deydi? Ko'rishib, gaplashib, shu ma'no ekan-ku. Men uni to'g'risi tushunmadim. Nima degani tushundingizmi? Yodingizda bir narsa kelmaydi. O'yladim. Nima deb o'yladingiz? Nima deydi? Как будто bir nimani kaltaytirib aytgandek, indamay ko'rmi? Yo'q. Shunday narsa meni xayolimga keldi. Atak ma'nosini to'g'risi uncha tushunmadim. Nima ma'nosi bizada Xorazmda Toshkentda nima deydilar? Nima degani? Haligi. Anakami? Bir narsa deyishdan oldin anakami, unakami deb boshlaysiz-ku, bizada nima deb boshlanadi-da, gapni boshqa. Tushundingizmi? Aslida. Bizani ko'rsatuvimizni Toshkentga periyod etsa, anakami suhbat. Anakami yuring. Vom suhbatga kiradi ekan, yuring. Anakami suhbat. Suhbat bu sizlarda yuring. Yuringlash. Yuring. Ikki osa ustidan yuringlashimiz murod deydilar-ku. Bir kosa piyola. Bizaniki anakami suhbat. Anakami normal ekan. Ondan endi davlatlarga chiqib ketsak, anakami bo'lib ketamiz-da. Anaka bo'lib ketgan bolalarmi deydilar ekan. Shuraz dimyomat mikrofon chizaman. Saramonik aloqa chiqadi keyin men bilan. Eskizda nima deyadi? Rasm chizishdan oldin shu как chizib olasiz. Chernovikka chizasizmi masalan? Ne, hozir olmas usta. Rasmni jonli bir narsasi, jonsiz bir narsasi degan bir variant bor-da, rasm chizakda. Nima dedilar shu? Lekin tushunmayman men to'g'ri. Sen eshitganmisan shu maktab vaqtida? Rasm chizasan, masalan, bu chizgan narsang jonlimi, jonsizmi degan vajda o'zini bir narsa bor edi. Bilmasam. Eshitmagan ekanman. Bitta rassom odam yo'q jo'ra. Siz ham rassom emassiz-ku baribir. U narsani bilmaysiz. Men rus tilidagi ovni o'tib ketdim ekan. Bu yerda inosh sizni ishingizni, sizni konkurentlaringiz bormi Xorazmda? Bilmasam. По-моему, Yo'q. yo'q, yaqinda qizlar menga уже jo'natib boshlagandi. Po-моему, bir qiz именно shunaqa emas, taralkaga chizish emas, boshqacharoq turda master-klassni o'tkazishni boshladi. Atak bordir, bilmasam. Shu bitta qizni menga keladigan qizlar tashagandi. Tipa, вот, yana bir qiz boshlabdi qilishdi degan ma'noda. Shu qizni bilaman, и всё. Yaxshi narsa ekanligini qizlar uchun. Bolalar uchun ham nopar. Shu bir narsaga berilib ketsang, senda ham shunday bo'ladimi? Men jundikim chiqib ketadi ekan. Hozir zo'rda inab o'tiribman. Bir yoqim jundik sizlardan jundikmi? Lab. Yo'q, lab emas. Yanoq. Yo'q, lab. Jo'ra lab. Yanoqdan nerasi?
Yanotni bu pastda bilmadim-da, ishyorum. lekin lab. Jag. Yo'q, ishi pastgilab yanoq Lab. emasmi? Lab. Jundik shu. Ha, yanoq bermadi ya. Ha. Jundik shu lab baxshi. Lab. Jundik lab. Men unda bir o'zi balki kelsam, inab chizib o'tibman hozir. O'tiribdi-da o'zini. O, deyman, sendan chiqib bo'ladi. Senda tushib ketasan, ha? Men yetishapman. Men jundikim bilan ishim oralashib ketdi zo'r. Unda teyib, tunukim chiqarib beradi ekanman hozir. Tunyog'imiz chiqib turibdi o'zim. Yonbosh. Yonbosh. Yonbosh va yonbosh. Yonbosh. Döşek degan narsalar ham. To'shak, yo'q, to'shak. Taka endi u taka Taka? saldim o'tlash. Taka bizda takani podushkamidi? Bizda bolish. Bolish? Da. Planomatiklarni gapirmoqchi. Endi qarang, bizda Andijonda вообще boshqacha ma'no so'zlar bor. Oddiy so'zni ham biz boshqacha qilib aytamiz Andijonda. Andijon narsa yoqadi, lekin men so'zlash narsa. Zo'r. Kimlardir aytadi, слишком грубый gaplashasizlar. Ha, shunday raktiv, lekin yoqimli bir nechta. Ne, avvalon ko'rdingizmi? Instagramda 1 million bo'lib ketdi-ku yaqinda Toqirovda ham bolani. Ya, to'malak videoda chiqib turib bir narsada so'zlab chiqadi ekan, ko'rmadingizmi? O'sha Andijonli bola bormi? Ha, Andijonli, ha? Andijoncha so'zlaydi, yomon so'zlaydi. Shuni o'sha nelar yaqqandanmi? So'zlash usuli. Endi bir yashil svet o'rnatib tashlaydi. Yashil Siz bor. aytasiz, mana bizani xorazmcha gapirishimiz sizga qanday tuyuladi deb. Bizani gapirishimiz sizlarga qanday tuyuladi? Bizlar uchun Masalan, Toshkentcha standartniy til. bizlar uchun men именно men Toshkentcha gaplash, umuman Toshkentcha gaplab bilmayman. A tak tushunasiz. Umuman, tushunaman, lekin gaplab bilmayman. Bu Xorazmchaga men Xorazmchaga tushunmayman deb qo'ysa, agar mabodo hozir siz Xorazmchaga tushunmaganingizda, bizni ko'rsatuvimiz juda ahvol og'ir bo'lardi hozir. Ya, Toshkentga men boribsan, ikkimiz bir joyda ko'rishilmaymiz aytib. Toshkentga borsak, dim sharmanda bo'lamiz biz. Dim yer bilan bir bo'lib Bu kelamiz. bilan ko'rishadigan bo'ldik Toshkentda. Bu bir chirchiqning bir yerlaridan keyin men taksiyani tutmandan sho'pirayt tutman universitetga ketdim. Uka dedi, "Qancha bu siz biz degan Toshkentga gaplar, oxir men ketdim." Men umrimda birinchi marta Toshkentga borishim-da, birinchi marta. TTZda edik-da. Aytib telefonni oldim, "Alo" desam, keyin "Alo, men dedim, sразу berber dedim ya. Dur dedim, sразу "Alo, assalomu alaykum, qayerga bosh kiygan?" deb so'rab qopti-da. Men poliklinikani yonboshida turibman. Ya, poliklinika bor-a, qarasam. Ya, kishi shunday telefon qaratdi. Men indamay o'tiramiz dedi. O'zim boramiz dedi. Yo'l bo'yicha tizirpamaydi. Urib qo'ydim. Nega keldik? Boryapmiz. Oshnlar kellar ko'p gecha qarab Чтобы bu darajada tushunmaslik uchun Toshkentliklarni o'zi g'irt Toshkentliklarni tili qanaqadir слишком men uchun даже. Ya ular endi unda barakalatibroq so'zlaydi menimcha. Sen shuni eshitilami? Toshkentni men imin ish qilib o'sha adabiy tilda gaplashish men uchun ovul. Ya, indan ustida indan ustida demak. Diskomfort. Igna ustida o'tirgandek bo'laman-da. Yo'q-e. Yo'q, men unaqa diskomfortni nima? Biza indan ustida o'tirgandan deb grubiy chiqdimi? Shuni gap Xorazm, sizlarda yo'qmi unaqa? Ingdan ustida o'tirganday bo'lyapti. Bizlar Xorazmda biladi, ya, diskomfortni indan ustida Boshqa o'tirgan. temalar bor. Masalan, qishga girsak, misol 10 ming dollarni taxlab kirib, burtini balta chapmay dedilar. O'shini tarjima etib beradi, kaman. Shuni maqollarni. Tushundingizmi? Masalan, qishga girish uchun oziq-ovqatni, pullarni bosib, keyin qishga girish kerak-ku. O'shini bizankilar burtini balta chapmaydi degan maqol bor masalan. Burtingni degani nima degani endi? Burtini balta chapmaydi degani. Yo'q. Mo'ylov. Voy. Mo'ylov. Mo'ylovingga balta chapmaydi degandayda. Qishga g'amlab keyin kir, burtingga balta chap. Maqollarni bilasan, shuni shevada kerak, g'irt. Shu birtni behuda o'rtasida o'zi zo'r yurinish qilib turadi bizda. Nohaqda gaplashib turadi-ku o'zi boshda. Igna ustida o'tiradi. Ha, igna. Xorazmchada shuni nima bor lekin-da. Igna ustida o'tiradi. Diskomfortni igna ustida o'tirgandan bo'lib turibman deb aytiladi-da bizda. Yo'q, men oldin eshitmagandim. Bir yonim yo'q deyin degan narsam bor bizda. Bu ondan bor, bir yog'im yo'q deydi. Eshitganmiz. Siz bir tarafim yo'q deb bo'lyapti. Bir yonim yo'q. Uni ham gap yo'qmi? Balki bordir.
Eshitmayapsiz. Da. Lekin nechap tushundingiz hozir ishimni? Sensiz bir yanım yo'q. Shu yarımım yo'q deb. Sensiz yardım yo'q. Aktyorskiy nechikisida? Bilmasam. Tekshirib Patchamdan so'rash kerak. Axir Ismigul hozir uni vaziyat og'ir desalar. O tundan tonggacha deydi. Bana. Patchamam aytgansiz, hozir hamma haqiqatlaringizni ochib tashladi. Pochchani olib kelsak, ber вообще sadik bo'lib ketardi. Chunki biz bir o'zimiz bolani masalan o'chirt qaraymiz. Ha, olmadim. Boshqa qaraganida Patchamam gulingchimi? Gulingchini ishab tushuntiramiz. Suhbatchi. Suhbatchi, gapga chechan. Chechana. Nidan topding gapga chechani? Ana rahmat berdi. Zo'r. Men kallamaga emas edi u, gapga chechan. pochcha o'zi shu koreys bo'lgani bilan xorazmchada g'irt nima deydi? Zo'r gapirishadi. Pochcha koreysmi davlat? Millat. Eng yaqin blogeringiz kim? O'zbekiston bo'yicha aytaring yo butun dunyo bo'yicha? Dunyo blogerlarini bilaman degan so'ra. Hammasini bilmaysan-ku. Masalan, bilaman men ko'pchilikni. Men Siz qatadi shu blogerni ko'rsangiz. Ana bola bor, ismini bilmayman lekin, hamma Noishat narsaga tegib ayting. yuradi. Jascham. Da, shu. Shunaqalar yoqmaydi. Bizada kim shuni o'rnida? Shuni pozitsiyasida kim bor? Bizda Yo'q bor. ha bizada. Yo'q, Yo'q Xorazmda. ekan, Xorazmda yo'q xudo shukr. Yaqinda Xorazmga keldi-yu, по-моему. Sofrada ko'rishga aytib, yana o'tiryapman. Men Golboy svet aytingmindan beri. Yo'q. Dilim zo'rga kelishadi, shuni ruscha gapiradi. Atrofini shu полностью голову qilib qo'ysangiz, tariqqa хотя бы tushadi ozgina. Hammarini tumalak ataman. Golboy svet. Yo bo'yamaysizmi umuman? Mahmosh so'z. Hayolingizda qanday chiqdi u? Shu yon boshidan bir narsalar kamisidan yushurlarni bir vasiz olasanman. Nima yana assotsiatsiya qiladi sizni brendingiz bilan? Productionda yozagan. Chizingmi ustiga shu yerga? Yo bo'lmasa o'zingizni Jo'rasan darsda o'tirgan-yu, bu so'kmaydi. Sen orqaga qalavazing siz, ne so'mlatding deb hech kim urmaydi seni. Sizni so'kib tashlab bo'ladi, o'xshaydi. Ikki kun. Nami production. Xudo xolasa production tamizlab degan planlar bor. shu ustiga shuni chizing bo'lmasa. Production. Закругленный qilibda. Закругленный. G'iybatdan chiqsiz. Chiqqanlar bilan. Yo'q ekan, jo'ralar bilan. g'iybatda. Umuman yo'q. Men unday narsaga yo'qman deb. Ya endi bo'lib ketadi bir-bir. Bir bo'lib ketding. Da, по-любому g'iybat bor hamma joyda. G'iybat qilmayman degan odam ham g'iybat qiladi. O'g'il bolani g'iybat etganini ko'ramiz. Ha. Hozirgi zamonda yashaylik aytgan. Naborot hozir menimcha ba'ziga bolalar qizlarga qaraganda g'iybatchi naborot. Xuddi o'zimiz tushinglar. Men shu bitgandan keyingi sosteniyasini ko'rasimga tutdim chiqdi hozir. Shundan keyin yemin qolsandim qo'rqdim. Ha, ma'lumot uchun aytib ketadi. Bizning yangilik. Короче, do'stlarman studiya ochdim. Dum yomonda ham. Dumon zo'r emas, lekin sal bunday arzonroq variant aytdim, lekin ko'pchilik studiyalardan yaxshi. Deb o'ylaysan. Deb o'ylayman, meni fikrim. Ular ham shunday deb o'ylaydi. Menga eng zo'ri deb o'ylaydi. Shuning uchun Shatishlariga shuning uchun odini tanlolmay turibman. Men Nice Records deb qo'yacakman. Nechik sening fikring? Yo'q, sen tur. Qizlarning fikri nechik shu Nice Records deb qo'yishman. Studiyam modi. To'g'risi, men inglizchani umuman tushunmayman. Records. Ma'nosi nima endi buni? Nice deganimdan Kunok deganmi? yoqimli. Happy yaqinroq. Happy. Yoqimli yo'q, nice. Yoqimli. Yoqimli Records. Oshuniyroq. Yoqimli Records degan nima degan? Yoqimli Records. Yo'q, lekin xo'sh ishlab turibdi lekin. Qo'shilib eshitilsa bo'ldimi ya? Endi Главныйsi o'zingizga yo'qsa. Bola, qo'li gul desam ham ishonmaysizlar. yo просто sen onsot narsa. Shu maykini qo'shirib chizgan odamlar bo'lganmi kursingizda? Yo'q. Ha? Ko'rding? Nolib o'tirsan, zo'ra. Oxir jo'ra bera rassomlaganmidi? Prosta shu bizada oddiy odamlar bor. Zo'ra oddiy odamlar, go'stimsa oddiy odamlarni chizib o'tirgan. Qani ko'r. Do'stim,
Sen iki ishlatmang bunday ekan. Qarab tur. Dorish bo'libdi. Gördingmi nima bo'lib turganini? Nima bo'lib turdi? Gul, berg bir narsalarni sizib o'tiribdi. Yaxshi, qani bitganini ko'rsak. Ina. So'ra, qani seniki? Bu oddiy odamlar siz ko'pmi shuni? Shuni oddiy odamsiz ko'pmi? Da. Hı? Umuman chizishni bilmay turgan qizlar hammasi. So'ra, buning narsani lekin sen ham o'rgansang ham siz o'rgansan. Yurtmisan? Every day. Yo'q, nechun qo'shirasiz ko'tda? Rasm chizib bilmaydigan odam unchalik. Axir ularning psixologiyasi shunchalik sabrli, yengroq odamlar. Ular o'tirib men chizadi odam. Sendan zo'r odamlar bormi ekan? Bu shuni o'zini maqtashni yaxshi ko'radi-da. Shuning uchun ko'p isbotlayman men o'zim. Siz o'zi mana akkauntimni qanday ko'rib qoldingiz? Neda Shuni aytaman. Necha Qandaydir mayda bir akkauntim bo'lsa. Qachon edi men storiesimga qo'ygandim ham даже siz ko'rganingiz. Qayerdan chiqib Jahongironni qachon yozib oldik? Jakupakovnimi? Avgustmi? Uni yo'q, u emas ekan shuni. Asariy Jappa yozda ish qilib bir blogerni yozib oldik, keyin Pariya unday narsa keldi suyni. Keyin o'sha vaqtimda men ham qiziqdimdan ofis avaz olishga aytib o'tirdik-ku. O'shuni vajlar Instagramda shuni-ku psixologiyasi, o'shuning bir narsani ko'rsang shuni chiqaradi. Keyin o'tirdim, xuddi shuning narsalar chiqdi elimdan. Keyin o'tirdim, keyin birisi bir qizlarning yuzlari sal Xorazmda qizlarga tortib turibdi-da. O'yladim. Ishga bular o'zlarini aytadi o'xshaydi. Shuning profiliga girsam, diqilib yotdi videolar, rasmlar. Dedim, ushlayotgan o'zini vajdan olsak bo'lmaydi, kellamay keldi. O'shuning narsalarni hammasini to'ldirib tashlagan buni. Pariya o'ndinku bir dona vajak kelsa 100 dona ekan niyat qo'yadi-da. Shu qizni og'zini kapiltiraman ham shuning. Keyin ko'rib siz istoriyangizni. Kapilni bilasizmi? Kapiltiraman deganda? Yo'q. Jim bo'l. Yo'q, og'zini yumib qo'yaman deganda. Kapil degani jim bo'l, ava. Og'zini beklaydi. Sizlarning yoningizga kelib ko'p so'zlarni bildim men. Navada bir ikki so'zlar tushunmasangiz bemalol aloqa chiqishingiz mumkin o'zlarimiz. Konsultatsiyalarimiz bepul. Chiqilib shundan keyin istoriyangizni ko'rib birdim. Shundan keyin tanishib ketdik. Men ham hayronman. Neden? Men o'zim aytdim. Lekin zo'r narsalarni chizadilar, zo'r. Qarab o'tirib istoriyangiz bor, o'zim 59 sekund qo'yadilar, to'shni. 59 sekund narsa ko'raman axir. Dumnomni, xo'shlab o'zini tortadigan narsalarni qo'yadilar. Endi Chilak Pavuk o'zi aslında nada yuriydi-ku? Domlarda, baland binolarda. Bu suv tushmay kelgan-da. Bu pavukmi yo skorpionmi? Skorpion o'zaro. Skorpionmi? Bilmayman. Chilak Pavuk qirqoyoqmi? Yo'q, oyog'ini uzunroq qiling uni. Uzunroq. Stres. Gördingmi, qatam yashab o'tirsam, bo'lmi siz o'rningizga? Endi qarang, oyoqlar uzun bor. Jo'ra bu xato deb aytilmaydi, просто e'tiborsiz. Skorpion ham film qanaqadir kino bor edi. Cho'lda. Skorpionda ham uning tishli uning bunday narsami qisib? O'zbekchasi nima uni? Bilmayman, shu oldin. Shu. Chiyon. Chiyonni bilasizmi oldin? Chiyon shu chiyon? Chiyon turimi? Sizlarda ham chiyon bor. Bol tutganda Yo'q, chuvalchang. Chiyon deb bizda shu o'rgimchak. Yo'q. Hammasi o'xshi bir qilib aytganda-da. Bizda chiyon boshqacha. Yerni ko'laysiz, chiyon chiqadi aslida. Bizda u nima deylardi? Bol pastli. Keyin cho'ka chiyon degani bor. Bilasizmi? Pari. Cho'ka chiyon degani. Tipa pari misol, har taraflama misol bo'lib biladi. Cho'ka chiyon degani Jolatoy bir ishtonni kallaga bir yoqimsiz xarakter egalarini aytiladi-da, u cho'ka chiyon degan. Vam tushunib bo'lmaydi, nechik chiyon u, nechiyonmi, yirtqich chiyonmi, o'rgimchakmi? Neri kamsa ekan desam, o'sha kamsa o'tibdi ekanda. Shunday narsalarni keyin yasaydi. Bularning hammasini gipsdan yasaysiz, o'zingiz. Bularning o'shuning bir apparatingiz bormi, shuni yasaydimi? Formalari bo'ladi buni. Gipsni shu. Neden bu hayolingizga kelgan bunday narsa shuni aytish yo o'qimas bu yo'nalish bo'yicha, to'g'rimi? Yo'q, o'rganganman, kurs olib, atak spesialni o'qib, yo'q. Neden hayolingizga kelgan? Shu где-то 2 yil bo'ldi-yo. Maqsad pul topish bormi?
По-любому-da. Pul topishni qaysi yo'l bilan? Keyin qarasam shu gipslar podstavkadek yaxshi ideyadek ko'rindi. Что любой qizga baribir yoqadi bu narsa. Shamlarni lekin boshlashga boshladim, bizada ko'plar tushunmaydi uni. U sham nima ma'nosini olyapti? Oddiy sham. Kimlargadir svet o'chganda, anu 1000 so'mlik sham kerak xolos. Svet uchun. Kimlardir shuni yoqib, nima deydi, miyasidan bo'ladi ularni. Или просто uyda hid chiqarib turish uchun. Parafindan qilinadi arzon sham. Parafin nima deydi, yoqqan vaqtingiz u Hid sog'liqqa zarari bor qanaqadir miqdorda organizm uchun odamda. Ko'plar uni tushunmaydi. Men qiladigan narsa naturalniy vosk. Soyevый parafin u nima deydi? Даже nimaligini bilmayman-da to'g'risi, lekin parafin internetda yozib ko'rsangiz, u вообще arzon turadi. Bizada ko'plarga shu zararli bo'lsa ham arzon bo'lsa bo'ldi. Tuning pari bilan syomka bo'lib turganda svet o'chdi-ku, ha? Do'konlardan sham qidirib kelib turibman, birisi 5000 so'm dedi, baho ko'tarilib qoltirgan var, ikkimiz bordik. 15000 so'mni oldim oxirgi girgan do'kondan, bir dona shamni. Girasan 10000 so'm. Bir dona sham 15000 so'm? Yurasiz 20 dona olib chiqdim oxir. Chotki. Yo, yana ham oqlanish. 20 dona 2000 so'm bo'ladi. Nima holda o'tirsizlar? Neden zo'r chizibman buni? Umuman 300 ming so'm hech qachon sham olmaydi, men bilaman. Zo'ra u vaqtida oladimi? 300 ming so'm ko'zingga ko'rsam, shuncha rasxod qiladi. Podkast atmay bo'lar edi, 300 mingga sham olsak. Yo, men uni YouTube'da bo'ylaman, men normal yarasam. Aldaman bilmayman. Ishqilib, tayyormisan sen? Snow. Sen tayyormisan bu rasming bilan hozir xalq dardida sharmanda bo'lishi? Tamam, sharmandalik yeri yo'q-ku. Men yana buni sen o'zi zo'r, buni ko'rsang ham, sal ko'zingni unatib yo blurlashtirsa bo'ladi-ku ko'zingni. Unatib ko'rsang, shuni aytib ko'rading, dim ko'zingni sal blurlashtirib ko'rading, dim o'ngning bo'lib ko'rinadi. Yomon dim toshib ko'rinadi. Chetlarni oqatganing yaxshi bo'libdi-da. Orqasidan projektor tushdi. Tayyormisiz? 1 2 3 Endi zo'ra sen o'zingni yaxshi oqlab Buni qo'ygan. ustozimiz qarashpon berdi, eng qiziqi. Yo'q, ustozimiz ustini boyaqlarni ozgina quyuqlashtirib berdi. Men просто qistamdim ozgina. Endi zo'ra senikida mehnat yo'q, menikine ko'ra. Necha rang ishlatibman, neden menda Necha rang? Sanagan вообще necha rang 1 2 3 4. Menikinde 1 2 3 4 5 bu bilan. 5 xil rang bor zo'ra. Bo'ldi, utding sen zo'ra. Men 30dan xalqni o'zi kommentariyada yozib qoldirma, kim zo'ra edi. Kimniki xo'shray chiqqan? Ishi. Menda ish o'rning ham yo'q-ku-da. Lekin zo'ra men normal narsa chizganman. Bu nima bu oyoq? Nima oyoq bu? Men tushunmadim. Bu SMS bo'ladi-ku. iPhone'larda SMS o'rnab turadi. Necha kerak chiqibdi? Birisi bana qaram, birisi mana qaram. Yine ispat bilan, yine. Qarab, yur. Ha, bu ikki. Gördingmi? 2 dona SMS mi, ha? O senikinde u shu biriga qolibdi-ku. Birisini yo'q, ina bu ol. Ina tushgan. Qizil bilan chiraveraman zo'ra. Ey, nima Başından direlsesən sazdı. Bo'ldi, az biz tashlasan o'zini. Markangni ayting. Bu yana o'xshabdi bu. Toxta ya Texas degan yerlar bo'ladi-ku. Mashinka. Ha? Mashina. Kichkinali vaqt. Yo'q, mashina emas. Yo. Nada, Ispaniyada, Italiyada ham buni. Ne, Texas. Shuni toxtaga yozib kirish mumkin emasdi. Mashina o'xshab qoldi. Lekin zo'ra bundan qarasan xo'shlangan sizmi? Buni o'zim aytib beraman bolalarim to'g'rilab. Shu o'zim arkaga hamma narsadan. Endi suhbatda o'tamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kamber men orqaga joylashtiraman. Oyoq uyish qopti. Ey, necha shuniysan zo'ra? Bilmayman, tez qarordim men. Shu gaplarni men uyda bilmayin, og'zimdan chiqib ketsa, darrov opam qarordim. Ya, bu nima u seniki deb darrov boshlaydilar. Biz endi bizada Pitanyamdım xato, yurishdim, giyimsam. Qarra destamizlar? Qarra bormi? Qara. Lekin mana bir. Sog'lom ovqatlanish bor-ku. Shu masalan hozir bu voqea deb turibdi-ku.
Bu ham qaramaydi-da u. Sen o'rganib qolgansan deb o'ylayman, Bobur. Masalan, bir yering, masalan, o'rningdan turding-ku, "Vohay jonim" deb turadilar ko'plar. Ko'rindimi? Anvar? Tamam, ben kellesi gibi. Chilayib bo'lib ko'rmaydimi? O'tira. Go'dan deyir o'tiraman. Imberlarga qo'y bo'lmasa. Ikkisini ham bir joyga. Sen o'zing ishingga tushaman, o'zim ishim bilan. Ish qilib bizada bir yeri og'rimasa, unda o'rganib qolganlar. Masalan, turzak vaqtida va berilmay deb O'zi shu turadilar. o'xay deb o'tirish faqat Xorazmda bor, menimcha. Endi bu og'riqdan emas-da u. Da, O'rganib chunki mana qolganda. masalan Jizzaxgami borsam, bir boshqa joyga borib qolib o'tirgan vaqtimda o'zim e'tibor bermayman ekan. Kimdir aytib qoldi, "Sen o'zi Xorazmlik bo'lib ketyapsan asta-asta" deb. Menda ham bor ekan, shu turganda o'tirganda o'xay deyish. Ohay, jonim aytib, ohay. Ya, von bir gurring ham keladi-da, biznikilar dunyo aytadi shu gurring. Masalan, bir joyga o'tirgandan so'ra hamma e'tiborni o'zina qaratish uchun o'tirayotir-ku. Aytadilar-da, "Ohay, yonboshim deydilar-da, uzr, git, gulishma, u bodamaz yorib beradilar." Hamma shuni o'zina qarab. Yana shu ishingiz borku, o'sha art terapiya to'g'rimi? Yana shu ishingiz Andijonda ko'proq aktualnimi, Xorazmdami, Farg'onadami yo viloyatga qaramaydimi? Aktualni ko'proq, naверное, Toshkent, Samarqandda. U Nechta taraflar rivojlan- уже biladi u tarafda nimaligini, rivojlanib bo'lgan. Bizga endi kirib kelyapti bu narsalar. Masalan, naturalniy sham. Siz mana aytib turibsiz, 300 mingga men sham olamanmi deb. Uni tushunadiganlar bor, tushunmaydigani bor. Endi kirib kelyapti bizga. Yo'q, men o'tgan podkast borku, o'tgan podkastda svit o'chib qoldi bizada. Pari bilan bo'lganda svit o'chib qoldi. Keyin bu bir dona shamni 15 mingdan 20 dona shamni 300 ming so'mga keldim deb oldab o'tiribdi hozir. Bu yo'q. O. Bir do'konda 5 mingdan oldik, birisini 7 mingdan, birisini 9 mingdan, birisini 10 mingdan, oshunab. Men aytsakim 5 ming ichida 5 minut 2 soat go'sht to'qishdan, shu 2 soat ichida bir yerdan boshlab girib boshlamasam do'konlar qimmatlatib bordilar. Bu narsa sezonniy emas-ku. Shu svet uchun qimmatlaydi. Voy. Oshundan aytib aytdim. Yo'q deganim bizga endi kirib kelyapti. Masalan, Qozog'istonda bu tema уже kuchayish bo'lgan. Har to'yda mehmonda, masalan, 100 ta mehmon keldimi, 100 ta odamni oldiga qo'yishadi ular har xil narsa. Qozog'istonda? Da. Любой to'yda. Qiz to'yimi, детский to'yimi, o'g'il to'yimi, har bir to'yda mehmonga borsangiz, o'zingiz oldingizda podarka bo'ladi, как prezent. Men bu narsani kiritmoqchiman, lekin ko'plar tushunmaydi. Дополнительно da расход menga nima kerak? Masalan, bizda yo'q unaqa hali понятки. Ya misol uchun hozir bu men misol uchun azab chizdim do'stim. Men azab chizdim, lekin men ko'rib tursiz, baribir qishloqni olasizda. Men rasm chizishga unchalik qiziqmayman. Birdan jolli mas'uliyat yeb qoldim. Shundan amallab chizganman, o'zimni o'zim hayratda o'tiribman-da. Lekin amallarim. Dursun qarang, eksponat-ku bu. Hali xudo xolasa zo'r bo'lib ketamiz-ku. 300 sonda o'tirib chizgan. Omonboynikini sotinglanmoq deb chiqadilar-da. Yo'q, lekin sen ekan o'zini yarasha bo'lib turibdi. Sen просто hech narsa bo'lmasa oppoq bo'lib tum qo'shilib turadi ekan uyda. Hozir chiloyik pavuk ishlarni aytsa Chiloyik. Voy. Chilavek pavuk keldi ya. Hozir shikil o'rgimchak odamni ham o'yimda Filion martini Qo'shiqlar so'ralib, necha qo'shiqlar eshitdi? Menga har xil qo'shiqlar yoqib ketaveradi. Xorazmdagi reperlarni qo'shiqlarni eshitdingiz? Yo'q, replar lekin uncha eshitmayman. Repni ham eshitmaysiz. Eshitsam, turkcha qo'shiq eshitishim mumkin, tushunmasam ham. Asılven'dan ismi? Kim? Asılven'dan. Yo'q. Agaden'dan ne? Yo'q. Baribir amatama xalonim degan qo'shiq. Og'ir yuni bossındasan do'st degan. Eshitgandim bir qo'shiq. Ey, rektamiz do'stlar. Yomon keldi. Aytasan. Uylanay. Bu qo'shiqni eshitgan. Mana shu do'st degan qo'shiqni nima aytganman? Yo'q. Nima aytganman? Bilmasam, yo'qsa eshitib ketaveraman. Menga yoqmagan kompozitsiyadan ham. Именно mana shu tur menga yoqadi deb bilmasam ayta olmayman. Meningga ekansiz-da. Men ham san'atchiman. Yo'q, yo'qsa balki rep ham yoqib qolar. Rep ham eshitaveraman.
Или bo'lmasa spokойniy yoqsa spokойniy eshit. Настроениyaga bog'liq. O'zi shu jonli qiziqadigan narsangiz nima? Yana shu terapiyadan boshqa, o'zingizning ishingizdan boshqa yana dum mukkasidan ketib qolgan bo'ladi-ku. Ko'p odam futbolga qiziqadi, ko'p odam stol tennis. Yo'q. Men o'zi shu 2-3 yil avval даже mendan ko'p odamlar so'rardi, nimaga qiziqasiz, hobbingiz nima deb. Men o'ylanib qolardim, hobbim nima, men nimaga qiziqaman o'zi. Qiziqmaganman bir nimaga, yaxshi bir fanatichna men shu narsaga borishim kerak, shuni o'rganishim kerak. Masalan, o'zingiz aytib turibsiz, kimdir futbolga qiziqadi. Menda unday narsa yo'q. Bir nimaga prям jon berib qiziqish yo'q. O'zi uyda bekor vaqtingizni nechitasiz? Bekor qoldingizmi, misol uchun? Multfilm ko'raman. Multfilm? Baba, dinle. Men kino umuman ko'rmayman. Joma günday ko'radi. Ko'rsam, serial ko'rishim mumkin. Men bilaman, что ko'rsam, kirib ketaman shu kinoning ichiga полностью. Serialni qiziqib ketaman слишком. Shuning uchun men boshlamayman ham ko'rishni. Men uchun ham shu kino ko'rish nechikdir og'riqli. Да. Слишком эмоционально qabul qilaman o'zimga и чересчур sentimentalniyman. Bir vaqtlari kelib qolsa, darrov yig'lab ketaman yo. Shuning uchun kinolardan men o'zimni uzoqroq tutaman, ko'rsam ham multfilm. A tak bo'sh vaqtim bilmasam. Shu meni koreyskiy yoshliqlarimizda Jumunggan kinolar bo'ldi, bilasizmi? Shu men yaqindagi Dunker Jumung, shu hammasini ko'rib chiqdim-ku, Jang Bobo, hammasini ko'rdim-da, boshdan pafto. Keyin ko'p odam aytdi-da, bu kinolar senga hech qanday foydasi yo'q, hech narsa his etmaysan bu kinolardan. Sen ham bu kinolarni ko'r deb tutdilar-da. Keyin men belgi misol uchun chet kinolarini, Turkiyani, Qozog'iston kinolarini ko'rmasligim sababi ana shu narsa-da. Men ham shu kino ko'raman, mabodo birsi o'lib qolsa, yo bo'lmasa yig'lasa, yo ayrilib ketsalar, yoqmaydi-da, shuni yurak bag'rim azilib ketadi. Shekerni ko'rdim dedim-ku. Shekerni men ko'rib boshladim. 8-sinmi, 10-seriyasidan kelganda oxirida jo'rasini o'ldiradi dedi. Biroq to'g'ri keldi-da. Ko'rmasdan da. Ko'rmasdan da, sho'rni gamadim, o'ldiradigan yerini, kinoni oxirini olishim aylanib aytib turibdi. Shuning bo'lsa, jo'rasi, ikki jo'ra bo'ladi, birsini o'ldiradi oxirida dedi. Shundan keyin kinoni shu ko'rgan yerimda to'xtatdim, keyin o'sha ko'rishni shunisi yoqmadi. Ko'rsam ham shu kulgili kino ko'rishim mumkin. Ужас kinolar вообще qo'rqaman men ko'rishga. Qorong'i unaqa narsalardan men o'zim yurishga ham qo'rqaman. Futbol nima qiziqmaysiz? O'zi Real Madrid, Barcelona yo'q, tushunmayman ham dar. Tushunmaysan? Ronaldoni taysizmi? Tanishim taniyman, tak qiziqishi yo'q menda futbol. Erim lekin nima deydi? G'irt baliqchi. Baliqchi. Da, haftada shu bor, bir hafta shu baliq tut desa, ketadi-da bir haftaga kuni bilan shu yerda o'tiradi. U futbolga qiziqmaydi podshohim. Qiziqqandir balki, atak jon dili shu baliq. Dam olish bo'ldimi? Svobodniy vaqt bo'ldimi? Dumkallarni tinchlantiradi-da u. U ham shunday deydi-da. O'tirasiz. Ko'p vaqt esa. Mayakani. Tutib ko'ryapsan baliq? Akam bilan avval qishloqda ko'p borardim baliqqa. Ko'p emas, dum ko'p emasdan 2-3 marta borganman eski. Mashina bor. Yo'q, mashina lekin yaxshi ko'raman, no hali pravam yo'q. Men endi olaman degan vaqtda. Qizlar prava bilan aydamaydi menimcha. Yo'q, men o'qidim, prava olmoqchi edim. Молодецlarga. No, yopilib qoldi. Hozir endi qancha? Kirishingiz 1 million. Shuning bo'ladi. Da 2 millionmi, 3 millionga tushib Hozir dokumentdan tashqari to'laysizmi buni endi? Da. Hozir по-моему o'qishni yo'q qilishdi. Misol uchun avtomaktabda o'qish uncha shart emas bu. Shunday bo'ldimi axir? Bilib turibman, lekin men avtomaktabda o'qib yuribman hozir. Ekzamen topshirishim kerak, lekin kallamda qolmagan. Doполнительно to'laysiz yani. Baribir to'layman, lekin men avvalgi tizimda o'qib bo'ldim-ku. Men ham shunday bo'ldi hozir. Foydasi yo'q endi. Ekanman uchun bir narsa ol provan dedi. Centram ya qo'yibman. Centra. Bizda centra bor. Nomasiz niyatlaringiz bor. Ko'pchilik like'lasin qiladi. Yo'q, nima uchun shu prikol doim? Bizlar ham tushunimiz shu Nima narsa. uchun shu Cobalt Centra bir vaqt ko'rdim. Toshkentda apros chiqarishdi qanaqadir. Bola Cobalt haydaydi, unga turmushga chiqasizmi? Qizlar yo'q deb turibdi. Shu joyini men tushunmadim to'g'risi. Mashinadan nima? Oshuna rostdan ham qizlarni ko'psini payetgasini oshuna buzib berdilar. Rostdan ham-da. Osh so'rovlarni o'tiradilar, masalan, necha million topsa unga yara borasan, mahrana so'raysan deymiz. Sizlar ham undetami? Men o'ylanib qolaman-da, odamlarni, qizlarni xayolini shu vaqtida
Shu bolalar Yo'q, o'zlari mayli, aytdilar savol demak, bergan-ku, o'zi bir prikol qilmoqchi bo'lgandir shu savolni berib. lekin aktual Shunga bo'lib javob ketdi. bergan qizlarni man nima deydi, xayolidagi narsani tushunmayman. Ko'plar aytyapti, yo'q, Cobalt haydasam u bolaga erga tegmayman deyapti. Mashina dashidan qiziqib. Endi baribir mansabimda qiziqadilar u qizlar. Ya, bu menimcha o'ylayman, bu Boylik, ha. kontentlab turgan odamlar spesial uyushtiradi. Bilmasam lekin. Может, avval lekin bu qizlar ham normalniy qiz bo'lsa chiqib uni gaplaymaydi. Normal emas, o'zi kallasi bor odam mashina No, noqiz. bilmasam. Ko'p Birinchi ko'p o'rinda u narsani savollar ko'rmaydi shunday. yaxshi qiz. Yana yaxshi qiz deydi. Yaxshi qiz emas, jo'ra kallasi bor sog'lom odam. Lan, Shart emas-ku, Cobalt jintra bo'lish. Biz ham O'zbekistonda baribir sizlar shu ota-ona uylan deb gaz beradi. Shundan keyin uylanadi ko'pchilik. Misol uchun men uyimdan ham hozir uylanish niyatim yo'q. Lekin shu uylan deb turibdilar, majbur ishatasiz. Shu ko'plar ota-ona uchun uylanadi, o'rtada keyin oila buziladi, ajrashuv ko'payadi. Shu shunday. Akam aytadi, men 50 yoshga kirdim deydi. Opam aytadi 40 yoshga kirdim, oqtiqimni to'yini ko'rishim kerak. Yo'q, oldingilar nima deydi? To'yini qildimi, yashab ketgan. Hozir unday emas-da. hozir yashash qiyinlashib turibdi. Hozir men shuni yana aybetda o'ylab o'tirardim. Nechundayimmi? Avvallari nima o'ylashim bo'yicha yana bilinma. Avvallari uyda erkak kishisan-kusan. Erkak kishi shunday jonli bo'lgandan xotini bulatib sakramaydigan bo'lgan. Tushunibmisan? Hozirgi ayrim bir qizlar, masalan, eri bilan urushadi qaqi. Urushgandan keyin uyga kelsa, ota-onasi o'tiraver uyda deydi. Tushunibmisan? Bo'ldi, ajrash deydi, bizda o'tirasan deydi. Avvallari opar tasharloq yana. Yo, sen Mana ering ham o'tirib, bu narsa to'g'ri. serios tema o'tib ketdik bo'ldi-ku. Hozir sen shapotning xolani nomi bilasan deb boshlaydi. Lekin yoshning narsaga mo yoqmaydi jo'rab. Nechun shu yosh chegarali deylar shuni? Sen nechun shapotning xolani bunday deb tursan yo, bu gap nega olding degan narsani chiqarasiz narsani. Uni yosh ahamiyati nosi bor, qayta yaxshi emas, o'sha erta tushungan shu narsani. Yurtdoshlarimiz bilan, podpischilar bilan tilaklaringiz bo'lsa. Hurmatli do'stlar, sizlarga katta rahmat. Bizani sho'racha ko'rib o'tirganlaringiz uchun like, podpiska bossangizlar, undan ham katta rahmat aytgan bo'lar edik. Chunki har bir like, podpiskangiz bizani davramizni, bizani do'stligimizni kuchaytiradi, kengaytiradi davramizni. Shuning uchun har birlaringiz iltimos etgan bo'lar edim, podpiskani bosib yursangizlar, bizani chiqarib turgan kontentlarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib boradi. Xudo xolasa, agar podpiskalarimiz shunchalik zo'r bo'lavergan sayin proyektlar ham chiqib turgan kontentlar ham yaxshiroq, saviyaliroq, avvalgisidan saviyaliroq etib ishlashga harakat etamiz. Yangi yilda tilaklaringiz qat'iy. Yangi yil. Hammaga birinchi o'chirda shu omad. Podkastlar, rejalashtirgan planingizlar hammasi amalga oshib, hozir уже nima deydi? 50 yoshli ayolni trelleriga aylanib ketadi. Ishqilib yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Bungacha ham yana 3 dona soni chiqadi, xudo xolasa. Klipdan eldan chiqsa, klip zo'r chiqsin deb gaz qo'yinglar. Agar klipdan keyin chiqadigan bo'lsa, klipni chiqdi uni ham kommentariyasiz qoldirmasdan. Yaxshi ko'ramiz. Zo'r ishlar bor. Xo'sh, Sizlar kamera taraf